qiyinroq bo'lgan misolga o'tamiz. Demak, Monte Carlo usulida mana shu berilgan soha yuzini hisoblashimiz kerak. Bu yerda demak berilgan soha ikkita funksiya bilan chegaralangan. Demak, Monte Carlo usuli bu yerda tasodifiy sonlarni generatsiya qilish orqali berilgan sohani yuzini hisoblashga imkon beradi. Demak, masalani yana bir marta tushuntiraman. Demak, ikkita funksiya berilgan bizda. Birinchisi y barobar x taqsim 2 plus 1, ikkinchisi y barobar x kvadrat. Demak, mana shuni orasida yotuvchi soha, demak, topilishi kerak bo'lgan yuza hisoblanadi. Ana endi qanday qilib Monte Carlo usulidan foydalanib yuzani topamiz. Bu yerda demak ikkinchi chizmadan foydalanib tushuntirishga harakat qilaman. Dastlab bu yerda algoritmni tushunib olamiz va keyin kodlarni yozishni boshlaymiz. Demak, men qanaqadir chegaralangan to'g'ri to'rtburchakni olishim kerak va o'sha to'g'ri to'rtburchak ichida mana shu soha yotishi kerak. Men tasodifiy sonlarni mana shu to'g'ri to'rtburchak ichiga generatsiya qilaman va qaysilari mana shu sohaga tushgan bo'lsa, ularni sonini hisoblayman va jami o'sha to'g'ri to'rtburchakka tushgan sonlarga bo'laman. Ya'ni to'g'ri to'rtburchakning ichiga nechta son generatsiya qilgan bo'lsam, o'sha songa bo'laman. Masalan, aytaylik, men n barobar 2000 ta tasodifiy son generatsiya qilaman. Shulardan n aytaylik 300 tasi mana shu berilgan sohaga tushsin. Demak, 300 ni 2000 ga bo'laman. Demak, bu qancha qismi kelib chiqadi? Qanchadir qismi mana shu umumiy sondagi tasodifiy sonlardan 300 tasi demak nimaga tushyapti? Umumiy hisobda qancha qismi berilgan sohaga tushganligini bildiradi. Va mana shu nisbatni men umumiy mana shu to'g'ri to'rtburchakni yuziga ko'paytirib qo'ysam, keyin o'sha berilgan sohani yuzi kelib chiqadi. Aytaylik, men mana bunday hisoblayman. To'g'ri to'rtburchak chizib olaman taxminan. Aynan mana shu chegaralangan nuqtadan o'tish shart emas, ya'ni kesishgan nuqtadan, funksiyalar kesishgan nuqtalardan o'tish shart emas. Mana shu sohani qamrab olsa bo'ldi. Demak, mana shu to'g'ri to'rtburchakni oldim. To'g'ri to'rtburchakni olaman. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblayman. Qanaqadir bir s umumiy deyman. Kichkina n ni katta n ga bo'lsam, demak, mana shu s sohani yuzi kelib chiqadi. Bu yerda demak katta n, ya'ni tasodifiy generatsiya qilayotgan sonlar qanchalik ko'p bo'lsa, demak aniqlik shunchalik ortib boradi. Qanchalik kam bo'lsa, demak aniqlik shunchalik kamayadi. Demak, men mana shu to'g'ri to'rtburchakni qanday qilib aniqlayman? Demak, aniqlashni qisqacha tushuntiraman bu yerda. Aslida eng optimal yo'l mana shu ikkalasi kesishgan nuqtadan o'tadigan qilib to'g'ri to'rtburchak chizib olish. Lekin tenglamani aynan mana shunday qilib ikkalasini tenglashtirib, yechib topish shart emas. Undan kattaroq bo'lsa ham zarar qilmaydi. Men demak umumiy holda kattaroq qilib olaman. Aytaylik, mana shu nuqtani AX deb nomlayman. Mana bu nuqtani BX deyman. Ya'ni to'g'ri to'rtburchakni x bo'yicha koordinatalari, chap va o'ng koordinatalari. Demak, mana bu chiziqning koordinatasi AX, mana buniki BX. Ana endi mana bu chiziqniki y bo'yicha AY, mana buniki BY bo'ladi. Demak, mana shu nuqtalarni aniqlab olishim kerak hozir. Boshladim. Demak, AX mana bundan kesishgan nuqtadan biroz chaproqda bo'lishi kerak. BX bo'lsa, mana bu ikkalasi kesishgan nuqtadan biroz o'ngroqda bo'lishi kerak. Mana shunday qilib tanlayman. Xo'p, agar men demak bir deyman, AX ni topmoqchiman. AX ni topyapman. AX, demak, AX ni topishim uchun men y barobar x taqsim 2 plus 1 ga aytaylik 0 qiymat qo'yib ko'raman. Ya'ni 0 qiymat degani mana shu chegarada yotadi. Demak, mana shu x ni qiymatini AX deb nomlayman keyin.
Demak, x tenglik -2. Demak, bu yerdan ax ni -2 deyishim mumkin. Ya'ni mana shu -2 nuqta aniq mana shu kesishgan nuqtadan chap tomonda yotibdi. Bu aniq. Ana endi bx qanday topiladi? 2 deyman. bx ni topmoqchiman. bx ni topishim uchun son qo'yib ko'raman. Masalan, aytaylik, mana buni men y2 dedim. Mana buni y2, mana buni y1 deb nomlayman. Ya'ni ikkala funksiyani ikki xil nomerlab qo'ydim. X ga bir qiymat qo'yib ko'raman. Bir qiymat qo'ysam, y1 1 ga teng. y2 bir qo'ysam 1,5 chiqar ekan. Demak, mana bunga 1 qo'yaman. 1,5 chiqdi. Bu degani kesishgan nuqtadan o'ngdami, chapdami? Mana shu x1imiz va mana bu ikkala nuqtalarni taqqoslaymiz. x1 bo'lganda y1imiz. y1 demak kvadratik funksiya. Demak, mana bu aytaylik 1 turibdi. Taxminan aytaylik mana bu yerda. Mana shu yerda deylik. 1 turibdi. y2imiz 1,5. Bu 1. Bu 1,5 bo'lsin. Demak, x teng 1 nuqtani oladigan bo'lsam, mana bu yerda bo'lish kerak edi o'zi. Yo'q. Mana bu nuqtani xato chizibman. 1 nuqta 1,5. Demak, e'tibor beramiz. Mana bu x teng 1 bo'lgan nuqta mana bu sohani ichiga tushib qolyapti. O'shaning uchun men sohadan kattaroq nuqta olishim kerak. Demak, bu x teng 1 nuqta bo'lmaydi. 3-ga o'taman. Yana bx ni topmoqchiman. X teng 2 qiymat qo'yib ko'raman. y1imiz 4 chiqadi. y2imiz y2 demak 2 qiymat qo'yadigan bo'lsam 2 chiqadi. 2 chiqyapti, demak bu qanotlanadi. Ya'ni 4 nuqtamiz 2 dan katta. Ana endi mana bu yerda 2 yotibdi. Tasavvur qilaylik. 2 nuqtani yuqoriga olib chiqadigan bo'lsam, buni ham funksiyani yuqoriga davom ettiraman. Mana bu nuqta aytaylik mana 4 bo'lyapti. Bu nuqtamiz 2 bo'lyapti. Ya'ni endi bu kesishgan nuqtadan o'ng tomoniga o'tib ketdi. Shuning uchun demak x teng 2 nuqtani olsak bo'ladi bx ga. Demak, ikkita nuqtani topdik. Ax, bx bor. 4-inchisi ay. Ay ko'rinib turibdi. 0 ga teng. 5-inchisi by. By ni men mana bu yerdan e'tibor beramiz. Mana bu ikkita koordinatalarga. Mana shulardan ikkalasidan kichigini olsam bo'ladi. 2. Bo'ldi. Demak, men hamma to'g'ri burchakni koordinatalarini aniqladim. Ana endi Monte Carlo usuli bilan hisoblashni boshlayman. Xo'p. Tasodifiy sonlarni generatsiya qilyapman. Tasodifiy sonlarni generatsiya qilganimdan keyin qaysi oraliqda generatsiya qilishim kerak degan savol paydo bo'ladi. X va y sonlarini. Demak, mana shu yerda javob berib ketamiz. Demak, ximiz qaysi oraliqda bo'lishi kerak? Ax dan katta yoki teng, bx dan kichik yoki teng. Y'imiz ay dan katta yoki teng, by dan kichik yoki teng. Demak, mana shu 4 ta nuqtani nima uchun aniqladik? Mana shu tasodifiy sonlarni shu orasida generatsiya qilish uchun. Demak, generatsiya qilib oldik. Tasavvur qilaylik, x, y tasodifiy sonlar bor. Ana endi mana shu sohaga tushgan yoki tushmaganligini qayerdan bilamiz? Buning uchun funksiyalarni qaytadan yozib olaman. y1 demak x kvadrat, y2 x taqsim 2 plus 1 edi. Demak, x, y koordinatalar bor bizda. Demak, funksiyaga qiymatlarni berdik va endi shart qo'yamiz. Shart. Agar y
katta yoki teng bo'lsa x kvadratdan va y kichik yoki teng bo'lsa x taqsim 2 plus 1 dan bo'lsa, mana shu ikkita shart qanoatlansa, demak bu soha ichida bo'ladi. Grafga e'tibor beramiz. X kvadrat x kvadratdan mana yuqorida mana bu sohamiz va x taqsim 2 plus 1 dan mana y 2 dan pastda yotibdi. Shuning uchun x kvadratdan katta, x taqsim 2 plus 1 dan kichik deb tanlab oldim. Demak, mana shu ikkita generatsiya qilgan sonlarimiz mana shu ikkita shartni qanoatlantirsa, demak sohani ichiga tushdi deb hisoblaymiz. Va sanoq qo'shib olamiz. Qanaqadir sanoqni, masalan, n ni, kichik n ni yozib olaman va o'sha kichik n ga 1 ni qo'shib boraman. Har safar o'sha sohani ichiga tushganda, sohadan tashqarida bo'lsa qo'shmayman. Va graf chizayotgan paytimda mana shu sohani ichiga tushsa qanaqadir boshqacha rang bilan yozaman, belgilayman, aytaylik, ko'k rang bilan chizaman. Agar tashqariga tushadigan bo'lsam, ko'kdan boshqa, aytaylik, qizil rang bilan chizaman. O'shanda mana bu sohalar ajralib turadi. To'g'ri burchak umumiy graf chiqadi. Faqatgina sohani ichi ko'k rangda bo'lib chiqadi nuqtalar. Mana bu tashqaridagilari qizil rangda bo'lib chiqadi. Va albatta mana shu funksiyalarning o'zlarini ham grafiklarni chizib qo'yamiz. Mana shunday qilib, demak, kod yozishni, demak, boshlaymiz. Kod yozishni boshlaymiz. Demak, bizga bir nechta kutubxonalar kerak bo'ladi. Birinchi eng kerak bo'ladigan kutubxonani kiritib olaman, import qilib olaman. Import matplotlib.pyplot as plt. Keyingisi import numpy ham kerak bo'ladi. F np va import random as rn. Bo'ldi. Demak, 3 ta kutubxonalarni kiritib oldim. Ana endi nechta tasodifiy son generatsiya qilmoqchiman? Hozircha 500 ta. Hisoblashga osonroq bo'lishi uchun hozircha 500 ta tasodifiy son generatsiya qilmoqchiman. Undan keyin men sanoqni kiritib olishim kerak, ya'ni shu sohaga tushgan nuqtalarni sanog'ini hisoblab turish kerak. Demak, u boshida 0 ga teng bo'lishi kerak. Sohaga tushsa 1 qo'shadi, ya'ni bittaga orttiradi. Sohadan tashqariga tushsa, demak, qo'shmaydi. O'z holicha qoladi. Xo'p, endi sonlarni kiritib oldim. Ana endi for bilan, ya'ni cycle operatori bilan for I in range sonlarni generatsiya qilishni boshlayman. Demak, 1 dan boshlayman. N-gacha yo'q. 0 dan boshlashim kerak ekan. Shunda aniq 500 ta son generatsiya bo'ladi. Chunki 0 dan boshlaydigan bo'lsa, oxiri n-1 da to'xtatadi. Hop, men x ni belgilab olishim kerak. rm.uniform deyman. Uniform. Yaxshisi mana bu yerda men ax ni bx larni kiritib qo'yaman. Aximiz demak -2 edi. Bximiz 2 edi. Ayimiz 0 edi. Byimiz 2. Demak, Axdan Bxgacha oralikda tasodifiy sonni generatsiya qilib beradi. Uniform degan demak bu kasr ko'rinishidagi sonlar, ya'ni o'nli kasrlarni generatsiya qiladi. Keyingisi y tenglik rm.uniform bir xil bo'ladi. Ay by. Bu yerda demak aydan bygacha oralig'ida. Xo'p, generatsiya qildik. X, y sonlarimiz bor. Ana endi shart operatori bilan tekshiraman. Hozirgi keltirgan shartlarni yozaman. Ya'ni y katta yoki teng x kvadratdan n deb yozaman. Ya'ni va ikkala shart birgalikda qanoatlantirish kerak sohani ichiga tushishi uchun. Y kichik yoki teng x taqsim 2 plus 1 dan bo'lsa,
graf chizsin. plt nuqta skatter bilan chizaman, ya'ni skatter bu nuqtani joylashtiradi, x va y ni joylashtirsin. Color rangini kiritaman. Demak, bu sohani ichiga tushyapti. Sohani ichiga tushayotganlarni aytaylik, ko'k rang bilan belgilayman. Demak, grafikni chizdik. Ana endi n ga 1 ni qo'shsin. Demak, sohani ichiga tushganligi uchun n ga 1 qo'shadi. Else satr boshidan, ya'ni ifni tagidan boshlashim kerak. Ya'ni aks holda tashqariga tushsa agar, xuddi shu qator, ya'ni grafik chizadi, faqat rangi boshqacha. Rangi aytaylik qizil. Hop, demak, hozircha mana shu bilan to'xtatib turaman, tekshiraman natijamni. Qanchalik to'g'ri chiqyapti. Hop, menimcha xato qilmadim. Ishga tushirib ko'raman. Ishga tushdi. Demak, biroz vaqt ketadi grafik chizish uchun. Grafik chiqdi, mana nuqtalar joylashdi, qizil, ko'k, har xil rangda. Ana endi yana ham yaxshiroq tekshirish uchun funksiyani o'zlarini grafiklarini chizib olaman. plt showdan tepada. Ya'ni plt nuqta show nima qiladi? O'sha grafik chizish tugatilganligini bildiradi. Mana shuni pastida yozsam, men yangi grafik chizib qo'yaman. Agar bu grafikni ustiga chizmasdan alohida yangi grafikka chizib qo'yaman funksiyalarni o'zlarini. Men demak x deb nomlay qolaman. Yangi x koordinatani aniqlamoqchiman. Mana shu ax dan bx gacha bo'lgan oraliqda np nuqta, ya'ni numpy orqali belgilayman endi. np nuqta linspace ax dan bx gacha. Bu yerda ixtiyoriy 100 ta nuqtaga bo'lib chiqdim shunchaki. Ana endi y1 desam ham bo'ladi. y1, ya'ni funksiyani yozishim kerak, funksiyani o'sha chiziqni ko'rsatishim uchun. x ni demak kvadrati tengisi y2 x taqsim 2 plus 1. Funksiyani o'zini demak belgilab olyapman va grafiklarni endi chizaman shu yerda. Mana endi plt nuqta plot x y1 yana plt nuqta plot x y2. Hop, grafiklarni chizadi. Biroz qalinlashtirib qo'yaman. Line width 3 deb qo'yaman, ya'ni grafikni qalinlashtiradi bu. Line width 3, kelasi ham 3 bo'lsin. Va bu yerda colorni berib ketaman, to'g'ri, bu yerda ham. Color aytaylik farq qilish uchun black deb qo'yaman. Mana shu yerdan ko'p yoqib olsin. Kelasi ham demak qora bo'ladi. Qalinligi 3. Hop, hozircha shu. Ishga tushiraman. Qanaqa natija chiqadi ko'ramiz. Natija chiqdi. Demak, e'tibor beramiz, ko'k rangdagi nuqtalar o'sha sohaga tushyapti, qizil rangdagilar tashqarida. Faqat tepaga ko'tarilib ketib qoldi mana bu nuqtalarimiz, chunki biz mana bu chiziqlarni, funksiyalarni o'zlarini chizayotgan paytimizda y ga hech qanaqa chegara qo'ymadik. Faqatgina x dan bx gacha deb nomladik xolos. Mana shuning uchun men mana shu yerda o'zida chegara qo'yib ketaman. plt nuqta while lim deyman, ya'ni y limit y ga chegara qo'yyapman. A y dan b y gacha oraliqda bo'lsin. Ishga tushiraman. O'zgaradimi ko'ramiz. O'zgardi. Demak, y koordinatiga e'tibor beramiz. Mana 0 dan 2 gacha. X koordinati -2 dan +2 gacha oraliqda o'zgaryapti. Ko'k nuqtalarimiz soha ichida, qizillari tashqarida. Xo'p, ana endi grafiklarni chizib oldik. Sonini, demak, nuqtalar sonini oshirish muammo emas. Uni oshirib bemalol hisoblasak bo'ladi. Ana endi yuzani hisoblashimiz kerak.
Monte Carlo usulida yuzani qanday hisoblash edik? Demak, S deb yozaman. Men dastlab to'liq deb qo'yaman mana shu yerda. S to'liq, ya'ni to'liq yuzani hisoblab olishim kerak. Ya'ni to'g'ri burchakni yuzi. Bx dan ayiraman Ax ni, ya'ni bu n bo'ladi. Endi By dan ayiraman Ay. Yo'q. Ha, to'g'ri. Demak, bo'yi va enni bir-biriga ko'paytiradi bu. Ya'ni necha chiqishi kerak? Shunda Ax Bx 2 bo'lsa 4 bo'ladi. Bu bo'yi 2 bo'lsa 2. Demak, 4 va 2 8 chiqishi kerak ekan. Endi S soha deyman. S to'liq yo'q. To'liqni ko'paytiraman n ga, bo'laman katta n ga. Demak, katta n'imiz jami nuqtalar soni edi. Kichik n'imiz o'sha sohaga tushgan nuqtalarni soni edi. Ya'ni mana shu nisbatni oladi va to'liq yuziga ko'paytirsa, demak, sohani yuzini hisoblaydi. Ya'ni taxminiy hisoblash bu. Print S soha. Mana shu yerda yozib qo'yaman. Sohaning yuzi. Sohaning yuzi. Keyin sohani chiqaradi. Ishga tushiraman. Qancha chiqadi ko'ramiz. Bir butun 424 chiqyapti. Endi sonini biroz oshiraman. Aytaylik 2000 ta hozircha. Vaqt ketib qoladi. Ya'ni juda ham ko'p vaqtni olmaslik uchun 2000 ta deb belgilab qo'ydim. Ishga tushirdim. Demak, pastdagi kodlarimiz, ya'ni nuqtani sonlari hammasi katta n bilan bog'langan. Shuning uchun yuqorida katta n ni shunchaki o'zgartiraman va hammasi shunga mos ravishda o'zgaradi. Agar men qayerdadir katta n o'rniga aytaylik mana bu yerda 2000 ni qo'l bilan yozib ketgan bo'lsam va mana bu yerda ham yana o'zgartirib chiqishim kerak pastda ham 2000 ni. Yuqorida aytaylik 2000 ni 5000 ga o'zgartirsam, bu yerda ham 5000 ga o'zgartiraman va hokazo. Shuning uchun bitta o'zgaruvchi kiritib olsak, bir marta o'zgartiraman, qolgan hamma joyda shunga mos o'zgaradi. Mana grafikamizga e'tibor beramiz. Anchagina yaxshilandi. Zichlashdi nuqtalar va yuzani aniqligi ham ortib boraveradi. Borgan sari mana 1.44 chiqdi endi. Qanchalik demak mana shu generatsiya bo'layotgan sonlarni oshirsak, shunchalik qiymat, ya'ni sohani yuzi aniq chiqib boradi va mana shu grafik ham yaxshi ko'rinishni boshlaydi.